Jo'nab otasiga mashina sovg'a qilgan inson. Kardinal haqida 3 ta fakt. Birinchisi, 2002-yilda Buxoroda tug'ilgan. Yoshligi qiyinchilikda o'tgan. 6-7 sinfligidan boshlab ko'chalarda gazli suv sotib, uyga pul olib kirishni boshlagan. Streamer bo'lishga Fezot, Azik, Yakuza va Senator kabi streamerlarni ko'rib qiziqib qolgan. Ikkinchisi, keyinchalik Kardinal Redmi telefonda PUBG o'ynashni boshlagan. U 8-sinfligida Telegram kanal ochgan va 11-sinfga kelib Telegram kanalida obunachilar soni 700 mingta 800 mingtaga yetgan va daromad qilishni boshlagan. Telegram kanalidan kelgan pullarga streamxona uchun kompyuter va boshqa aksessuarlarni sotib olib, streamni boshlagan. Uchinchisi, Kardinalning aytishicha, PUBG sababli o'zining orzu qilgan hayotida yashayapti ekan. Kardinal streamxonasiga $10,000 sarmoya qildi, otasiga mashina olib berdi va u O'zbekistonda birinchi bo'lib YouTube kanalida 1 million obunachi yig'di. Hozirda uning kanallarida birinchisida 1,9 million, ikkinchi kanalida esa 900